bir Xitoyning ko'zidan vatanimizda elib berilayotgan Xitoy zo'ravonligi. Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan mingi yuyish harakati barg'ansiri ig'irlashib, inson tasavvuridan halqib ketdi. 27 mart ijtimoiy uchur vositalarida ASHU nomini qo'llangan bir Xitoy Sharq Turkistonda ko'rganlarini va atalmish tarbiyalash lagerlaridagi ahvollarni, Sharq Turkistonning hozirgi iqtisodiy vaziyati, Kommunist partiyasining yaqinqi bostirish harakati elib kelgan ijtimoiy oqibatlar qatorliq 3 turga bo'lib oshkorilgan. Atalmish tarbiyalash lagerlariga aloqador ahvollarni bayon qilib, shaharga qaraganda yezilardan qamalganlarning ko'p ekanligini, har bir kentdan 500 odamning qamalganligini, bir qism tarbiyalash markazlarida mingyush uchun maxsus ishlangan filmlarni ko'rishga majbur qilinganligini, 3000 dan 5000 ga qadar Xitoycha xatni o'rganib bo'lganlar tarbiyalash markazidan tezroq qo'yib berilganligini, qeri yoshni demay muomala qilganlikdan yashanganlar Xitoycha o'rganishda qattiq qiynalganligini, 15 kvadratlik uyga 20 yoki 30 kishini nazarband qilganligini, kechida hamma kishining birli vaqtda yotolmaydiganligini, tamoqning sifati intayin nachar bo'lib, yashanganlarning bardoshlik berolmayotganligini, oiladagi asosliq emgak kuchini tarbiyalash lageri yoki turmaga qamab, turmushda qiynalayotgan kishilarni 400-500 yuan to'van kapolat puli bilan Xitoy o'ziga tortib ozdurganligini, har bir oilaning ishga oldiga kuzatish kamerasi o'rnatilganligini, oilaga mehmonga kelganlarning ruxsat xatini kameraning oldida ko'rsatilganligini, har kuni kech soat 10 da kentlarda signal chelinib, kent a'zolari kaltak elib bir o'ringa yig'ilish qilganligini, yig'ilishga 3 qatim kelmagan yoki kunlik bayroq chiqarish marosimida yonfuniga qarab salganlarni yeziliq hukumatga yo'llab, atalmish tarbiyalash lagerlariga nazarband qilganligini, bir qism aktiv sekretarlar o'zining ayolini tarbiyalash lageriga avatganligini, tarbiyalash lageridagi gundupaylar qamalgan yaqinlari yoki tuqqanlariga biror narsa akirib berganlik sababidan o'zlarining qamalganligini, tarbiyalash lagerlariga qamalganlar haqida yuqoridan tushirilgan hech qanday uqtirish yoki belgilama bo'lmaganligi sababidan tövandagi kommunistlar nima qilishini bilmaydiganligini, oilada yolg'iz qolgan ayollarning bir qism qarniyatlar tarafidan bosqinchilik qilinish ahvollarining ko'rilganligini oshkorlagan. Sharq Turkistonning iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini bayon qilib, Xitoy axborotchilarining Sharq Turkiston iqtisodining taraqqiy qilayotganligi haqida tarqatgan xabarlarining yolg'on ekanligini, yezilarda asosliq emgak kuchi bo'lmaganlik sababidan yerlar terilmay qolganligini, shaharlardagi oshxona do'konlarining ko'pinchisining taqalganligini, o'qiyotgan bolalar fidoilar sepiga qatnashtirilib, o'qishdan to'xtab qolganligini, boshqa shaharlarda ishlaydigan ishlamchilarning yurtlariga qo'g'lanishi, hatto tuqqanlarning o'z ixtiyori bilan yerlik o'rinlarning ruxsatsiz berish-kelish qilolmaydiganligi qatorliq sabablardan Sharq Turkiston iqtisodiy jihatda qattiq chekinganligini, kishining diqqatini eng qattiq chekidigani burun ma'lum tuhmatlar bilan jazolanib qo'yib berilganlarni qaytadan jazolashga boshlaganligini oshkorlagan. Yaponiyada Sharq Turkiston vaziyati anglatildi. 27 mart Erkin Osiyo radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Osiyo Tinch okean rayonidagi vakolatchisi, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud apandi Yaponiyaning Okinawa viloyatida Sharq Turkiston vaziyati haqida doklad bergan. Ilhom Mahmud apandining bildirishicha, Yaponiyadagi Okinawa Mudofaa munbiri nomli tashkilotning o'rinlashtirishida echilgan Sharq Turkiston vaziyati haqidagi doklad berish yig'iniga Okinawa viloyatidagi parlament a'zolari va Uyg'ur masalasiga qiziquvchi har sohalardagi arboblardan bo'lib 100 ta kishi qatnashgan. Doklad jarayonida Okinawa Mudofaa munbirining boshlig'i Satoru Nakamura apandi so'z qilib, Okinawa viloyatida mazkur doklad berish yig'inini uyushtirishdagi maqsadning Okinawa viloyatida Uyg'ur masalasini texmo keng doirada anglatish ekanligini bildirganligini. Shu orqali Uyg'urlarning ahvolini Okinawaliklarga tushuntirish bilan birga Okinawa'dagi axborot tuzilmasiga tuzish kirgizib, Uyg'urlar masalasini texmo keng doirada tashviq qilishni o'ylashganligini bildirgan. Xitoy savdo urushiga tayyor ekanligini bildirdi. 28 mart Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy bosh ministri Li Keqiang davlatida ziyorati bo'layotgan Amerika palatasi hay'atini kutib olganda so'z qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan dialog o'rnatishga tirishayotganligini, biroq savdo urushiga tayyor ekanligini, Amerikalik palata a'zolariga Trumpning savdo masalasi to'g'risida oqilona va mantiqli pozitsiyada bo'lishini,
o'rtaq chora tepish uchun tirishchanlik ko'rsatishini umid qilganligini bildirdi. Xabarda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Xitoyga ta'sir ko'rsatgan shaklda import qilinadigan po'lat va alyuminiumning tamojni bejini o'stirgandan keyin Xitoyning 1300 ga yaqin mahsulotiga 60 milliard dollar atrofida tamojni beji qo'yilganligi, ammo Beijingning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi selinmalariga cheklama qo'ymaganligi. Beijing Amerikaning bu siyosatiga qarshi Amerikadan import qilinadigan mahsulotlardan 3 milliard dollar atrofida qo'shimcha tamojni beji oladiganligini e'lon qilganligi. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng ko'p savdo qizil raqami bor davlatlar orasida 2017 yillik sonliq ma'lumotlarga qaraganda 375 milliard dollar savdo raqami bilan Xitoy oldingi qatordan o'rin olganligi. O'zaro tashlangan bu qadamlardan keyin Amerikalik va Xitoy amaldorlarining so'g'uqchilikni pasaytirish yo'lida parda orqasida uchrashish o'tkazayotganligi taratqularda o'rin olganligi bildirildi. Xitoy bu yil janubdagi 3 viloyat bir oblastdan 40 ming kishini yo'tkashni planlamoqda. Xitoyning atalmış Xinjiang gazetining xabarida bildirilishicha, vatanimizdagi Xitoy doiralari kelgusi 3 yil ichida yo'tkab ishqa o'rinlashtirish degan nom ostida yana 100 ming kishini o'z yurtlaridan yo'tkab tarqoqlashtirdi ekan. Planga asosan 2018 yil ichida 40 ming kishini yo'tkash nishon qilinayotgan bo'lib, bu yil 25 martgacha bo'lgan oraliqda yo'tkab bo'lingan kishi soni 15 mingga yetgan. Xabarda bu kishilarning 3 ming nafarining vatanimizdagi davlat egiligidagi korxonalarga ishga o'rinlashtirilganligi bildirildi. Buningdan qaraganda qolgan 12 ming nafarining ichkiri o'lkalarga olib ketilgan bo'lishi mo'ljallanmoqda. Xabarda aytilishicha, doirlar 2017 yil ichida asosan Qashqar va Xotan viloyatidagi 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi emgak iqtidoriga ega bo'lganlarni yo'tkagan. Ammo bu yil uning doirasi kengaytirilib, janubdagi 3 viloyat bir oblastdagi Namrat deb bekitilgan 22 nahiyagacha kengaytirilgan. Kelgusi 3 yil ichida bu joylardan 100 ming kishi vatanimizning janubidan shimoliga yo'tkash, ichkiri o'lkalarga yo'tkash, Bingtuanga qarashli joylarga yo'tkash qatorliq turlar bo'yicha ishga o'rinlashtirildi ekan. Xitoylar o'z xabarida yo'tkab ishga o'rinlashtirish siyosatining Namrat kishilarga pul tepish yo'li tepib berganligini ilgari surgan. Halbuki chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilari buni Xitoy doiralarining Uyg'ur nüfusini tarqoqlashtirish va bu orqali Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishni tiziltish siyosatining bir parchasi deb qaramoqda.